Shu mashinani olib qoluvdik. Adashmasam, mashinaning egasining ishi Toshkentda bo'lsa kerak. Sababi mashina Toshkentda emas, o'zi asakalik akalarimiz. Tak, bu mashinani zo'rligini, qulayligi, zo'rligini to'g'risi hozir bildim. Sababi haydab ko'rdik. Yana ham ishondim. Mashinada nima bo'lyapti akalar? Motorda qaltirash bor deb hali ko'rganimizda qaltirash kuchli edi, lekin hozir hali ko'rganimizchalik qaltirash yo'qda mashinada qaraydi. Mashina qizigan 100%. Mashinada qaltirash bor, keyin hali e'tibor bermagan ekanman. Manaqa cheklar yonib qolgan, undoqlar yonib qolgan salonda, mana tabloda. Shularni xudo xolisa bartaraf qilishimiz kerak. Mashina qirami atrofida yurgan, adashmasam, hali shuni avdiga egalari olib qoldi. Endi kasalini ertalab nima qilamiz buni? Birinchi o'rinda xudo xolisa kompressorlar o'lchanadi. Har bitta kamerani kompressorlari 8 mi, 12 mi, 9 mi, 7 mi shunga qarab diagnostika qilamiz. Agar kompressorlar 10 ni tepasida chiqsa, xudo xolisa galopkadan chiqmasa kerak. Hozircha ishlab turishi yaxshida, qaranglar. Nima deysizlar? Motorda qaltirash yo'qda. Lekin hali kelganda ancha kuchli edi qaltirash. Olib qoldik. Result Pro xudo xolisa ertaga ochib rezultatini aytamiz. Endi video olib qo'yishdan maqsad mashinaning egasi ham Instagramga kirib podpiska bosib berdi. Biz kuzatib turadi. Mana aka mashinangiz bugun ulgurmadik. Ertaga xudo xolisa kasalini xudo xolisa topamiz.